Bunaqa suv yo'ngishlari ko'rib qanaqa narsalar yasalar ekan deganlar uchun bu gazoblok uskunasi uchun bunaqa suv yo'ngishlari yasaladi. Mana bu yerda gazoblok uskunalarini optim narxda O'zbekiston bo'ylab olib borib quyishlar o'rgatib ishga tushirib berilyapti. Mana bir akamiz hozir yaqinda uskuna olgandilar. Endi hozir mana qo'shimcha 20 ta qolipini zakaz qilishgan. Hozir shularga yetkazib berish uchun mana yuklanyapti. Mana bu yerda mishalkalari hozir kraska qilinmagan holatda. Ko'ryapsizlar, bu yerda juda ko'plab miqdorda tayyorlab qo'yilgan yotiq qolipli deysizmi, hamma turlaridan bor. Mana bu yerda penoblok uskunalarni har xil assortimentlarni bu yerga taxlab qo'yilgan. Bu yerda faqat assortimentlar turadi. Hamma turidan bor. Bu endi mana yevro qoliplar. Ba'zi mana abishni qoliplar. Mana suv yo'ngisi tayyor holatda. Mana mishalkalar. Kimga shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamga aloqaga chiqarasiz.